Bugun sizlarga ikkita professional platforma orqali qilingan сделкаlarni ko'rsataman. Birinchisi bu Syncoursvim, ikkinchisi bu Bookmap. Bookmap bizga объемный analiz uchun kerak bo'ladi. Skrytый заявкаlarni ko'rsatadi. AskBid. Bu yerda chikagskiy котировка futures. Futures analiz qilib MetaTrader'da сделка qilamiz. Именно mana shu joydan shortga kirilgan. Birinchi sababi bu skrytый заявка qo'yishni boshlashdi. Продавецlar shu заявкani olib pastga qarab yurishni boshladi. Именно shu momentda kunning birinchi 1 soatida eng ko'p объем mana shu уровень ustidan o'tgan, shu plotностьdan qo'zg'alayotgan momentida proboyga kirildi, уровеньni proboyiga. Stop za уровень 30 sent. Bu уровеньlarni Syncoursvimdan ko'chirib qo'yasizlar bu yoqqa. Mana shu yerda kirib stopini 30 sent standartni qo'yildi. И частичное закрытие bo'ldi, сделкаlar bo'lib yopildi. Bu birinchi сделка, mana bu ikkinchi сделка. İkinci сделкаning stopi 10 sent. Tepasi 170. Buni sababi mana bu joy. Skrytый заявка qo'yishdi ertalab. Ya'ni покупательlar borib urildi заявкаga и pastga qarab yurishni boshladi. Именно mana shu yerda shortga kirib, stopni mana shu plotностьda orqasiga qo'yiladi. Bu platformalarda professional сделкаlar qilish uchun bizga kelsangiz bo'ladi, o'zimiz o'rgatamiz. Ikkala platforma bo'yicha kursimiz bor.